Kampir, sen ham bevaqt ketib qolding. Bolalaringni rohatini ko'raman deb yuruvding. Ota, duo qilasizmi? Yo'lga chiqyapman. Vaqt ham bo'lib qoldimi? Chiqadigan qilmasam bo'ldimi? Mayli, nima ham derdik. Qani ilohoming bolam. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Borgan joyingda yaxshi gaplarni bizga yetkazib kelgin. Amin Alloh. Otajon, sog'-omon bo'ling. Mayli bolam, yo'l kuzatib qo'yasan. Yo'l bo'lsin, qayerga boryapsan? Ha, aka, safarga ketyapman. Bilasiz, oilamizda boquvchi yo'q. Siz ham kontraktda o'qiyapsiz. Ishlamasam bo'lmaydi. Ha, uka, yaxshi borib kel. Hali biz eng boy insonlardan bo'lamiz. Otamni ehtiyot qiling. Hop. Yaxshi. Ko'taryapti. Joningdan. Odamni xursand qil. Yana ozroq qoldi. Hey! La'nati! Nega cho'kasan? Bor pulimni senga tikkandim. Qanday qilib to'y qilaman endi? Otamga nima deyman? Uylanadigan pulimni yo'q qildim-a? Pulni qayerdan topaman endi? To'xtab tur. Qo'shnim Ro'zimboydan olaman. Ularda pul bor, ukasi Rossiyaga ketgan. Olib kelaman. Uydanmikan ish qilib, Ro'zimboy? Ro'zimboy bormi? Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum Qo'shni yaxshimisiz? O'g'lingiz uydami? Ro'zimboy uyda bo'lishi kerak. Ro'zimboy bolam, qara senga kelishdi. Kiring. Rahmat. Ro'zimboy bolam. Qara, bolasi o'tiribdi. Charchabyapsizlarmi o'zlaringizdan? Kel o'rta. Yaxshimiz o'rtoq, charchabyapsanmi? Sog'mi? Kel o'rta. Kir uyga. Xo'p. Bismillah. Do'stim, yaxshimisan? Ha, yaxshiman do'stim. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Seni chin do'stim deb oldinga kelgandim. Qara, mana shunday g'oyalar bilan keldim senga. Qanaqa ekan? Mana bu narsalarni ko'ryapsanmi? Hammasi buni pul, hammasi pul bu yerda. Mana shularga hozir ozroqgina sarmoya kiritsak, bizdan boy inson bo'lmaydi, ishonaver. Qimorku bu do'stim? Do'stim, bu qimor emas. Buni qara. Hozir odamlarning hammasi mana shunga pul tikib, shunaqangi zo'r bo'lib ketyapti, ishon. Yegan olcha bo'lyapti, bilasanmi? Yegan olcha shunaqangi zo'r bo'lyapti. Do'stim, menda pul yo'q. Nima deganing-u? Ukang ketdi Rossiyaga. Pul bo'lsa kerak sizlarda. Otamda-ku pulni. Qara, shu otangdan so'rab turgan. Yo'lini bilasan-ku, yo'lni qil. Pulni olsang bo'ldi. Qalay bo'lar ekan? Joyiga qaytaramiz. 10 barobar emas, 100 barobar qilib qaytaramiz, ishonavergin. Oz qolgandi-ya, nima qildi? Senga aytdim. Men senga aytdim, otamga yutib turgan joyimizda. To'xtab tur. Otamga nima deb aytaman endi? Shoshmay tur. Yana bir marta imkoniyatimiz bor. Ishon, shu pullarni qaytarib olamiz. Ishon sen. Sabr qil. Mana qara, mana oxirgi stavkamiz qoldi. Nima qilay ayt do'stim. Otangni pulidanmi, ukangni pulidanmi olib chiq tezroq. Bor tez. Olib chiqaman hozir. Yutamiz. Hali hammasini qaytarib olaman. To'yimni pullarigacha qaytarib olaman. Ish qilib otasini ko'ndirsin-da. Qani? Qayerda? Nima qidiryapsan? Qayerda? Nima qidiryapsan? Ukamni pullari qayerda? Ukamni ham pullar berdi. Shuncha pul olding, nima qilding shuncha pulni? Kerak menga pul. Men pul kerak. Nima qilasan pulni, bolam? Qani? Siz bo'lmasa hali biz boyib ketamiz. Ko'p pul topamiz hali biz. Qani? Bolam, tegma. Qayerda? Tegma. Qayerda? Bermayman. Menga bering. 10 barobar qilib qaytaraman hali buni. Do'stim, olib chiqdim. Ketdik. Nima qilamiz? Ketdik, o'zim aytaman. Endi nima qilaman? Buni ham yutkizib qo'ydim-ku. Qo'y bor edi. Qo'yni sotaman. O'xpatar, 2 sharmanda qilding. Yo'q. G'allada bosh ko'tarolmay qoldim. Qo'y, jonivor. Padaringga ming la'nat sana. Qaqqa olib ketyapsan.
Ota, hali bir qo'y. 10 ta qilib qaytaraman hali. Bermayman. Ota, Yo'q. ota qo'lingizni torting. Mana uyimga ham kelib oldim. Otajon, sizga nima bo'ldi? Otajon, sizga nima bo'ldi? Ota. Oq padar akangni oq qildim. Yo'q, ota. Bizni tashlab ketmang, ota.